Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi kuningiz fayzli, xayrli va barakaga to'la bo'lsin. Yana siz bilan efirda qalbingizga yaqin, samimiy so'zlar ila hamroh bo'luvchi sevimli boshlovchingiz Baxt. Bizdan uzoqlashmang, chunki hozir siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz, yana bir yurakka iliqlik ulashamiz. Eshitishda davom eting, eng chiroyli lahzalar hali oldinda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Fatima opaning telefon raqamlarimi? Fatima opa, siz bilasizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'-salomat yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Doimo kayfiyatingiz chiroyli, qalbingiz xotirjam, yuzingizdan tabassum arimasligini tilab qolamiz. Har kuningiz barakali, har qadamingiz xayrli bo'lsin. Umr yo'lingiz esa nur va ezguliklar bilan bezalib tursin. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasi boshlovchisi Baxt aloqada. Rahmat. Bugun siz hayotingizning yana bir muborak sahifasini ochyapsiz. Eng ulug' ne'matlardan biri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib, ana shu qutlug' kunda tavallud ayyomingizni qarshi olayotganingizning o'zi katta saodatdir. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalbingiz esa cheksiz sokinlik ato etsin. Har kuningiz huzur bilan boshlanib, har kechangiz xotirjamlik bilan yakun topsin. Doimo izzatda, hurmatda, yaqinlaringiz mehr va ardog'ida yashashingizni tilab qolamiz. Rahmat. Hammasiga arziysiz. Opajonim, endi aytingchi, bu samimiyatga to'la qalbdan chiqqan tabrik sizga qaysi mehrli yaqin insonlaringiz tomonidan yo'llangan deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Bilmadim. Jannat. Muhabbat opa. Voy, mashalloh. Topdingiz. Sizni chin dildan yaxshi ko'radigan kelinoyingiz Muhabbat opa va akangiz O'ktam aka nomlaridan edi. Rahmat. Hammasiga arziysiz. Opajonim, ularning sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatida yuraklarining eng chuqur iliq joyidan sizga atab yana bir samimiy tabrik yo'llagan. Uni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Eshitishga tayyormisiz? Mayli. Assalomu alaykum aziz bugun sen hayotingning yana bir bor go'zal bekatiga yetib kelding. 28 yoshni qarshi olyapsan. Bu yosh shunchaki raqam emas, balki ortda qolgan sabr, boshdan kechirilgan quvonchlar va qalbdagi poklikning yana bir bor yorqin ifodasidir. Sen oilamizning iftixori, qalbimizga iliqlik berib turadigan mehr bilan hammamizni birlashtirib turgan aziz insonsan. Har bir kulging biz uchun baxt. Har bir so'zing qalbimizga taskin. Ba'zi hayot sinovlari beradi, lekin sen ularni sabr bilan yengib o'tadigan, ichida katta kuch va iymon yashirin bo'lgan inson. Shu pok qalbing, samimiyliging doimo eng go'zal manzillarga yetaklasin. Yangi yoshing senga yanada ko'proq baxt, harakat bilan yashiringan barcha orzularing go'yo olib kelsin. Ko'zlaring faqat quvonchdan yoshlansin, qalbing esa doimo xotirjam bo'lsin. Bilki, sen biz uchun juda azizsan. Sen qalbingizdan yaxshi ko'ramiz. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Eng samimiy tilaklar bilan akang va kelinoying nomidan deb qoladilar. Tillari shirin opajonim, sizning akangiz va kelinoyingizga qalbingizning eng chuqur joyidan asrab kelayotgan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Shu fursatdan foydalangan holatda yuzaga chiqarishga tayyormisiz? Katta rahmat deyman. Doim elimizda sog'lik. Rahmat katta. Hammasiga arziysiz. Ularga qalbingizning chuqur joylaridan asrab kelgan so'zlaringiz bormi? Shu fursatdan foydalangan holatda ayta olasizmi?
Rahmat katta. Tushunamiz. Hayajonlisiz. Mayli, hech qisi yo'q. Albatta, bu qalbingizdagi qimmat tuyg'ular eng samimiy, eng ezgu tilaklar. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin aziz Fotima opa. Umringiz sahifalar faqat chiroyli xotiralar bilan to'lsin. Qalbingizda esa doimo umid nuri so'nmasin. Har bir boshlagan ishingizda yaxshiliklar, xayrlilar, har bir niyatingiz ijobat bo'lib, har bir qadamingizda Allohning himoyasi hamroh bo'lishini tilaymiz. Ko'nglingizni quvontiradigan insonlar doimo yoningizda bo'lsin. Yuzingizdagi tabassum esa hech qachon so'nib qolmasin. Hurmat va ehtirom bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'ldi. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat katta, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Oysha opaning telefon raqamlarimi? Mana. Oysha opa bilan bog'landikmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'-salomat yuribsizmi? Yaxshi ko'rasiz. Kayfiyatlaringiz doimo yaxshi, ko'nglingiz xotirjam bo'lishini tilab qolamiz. Har kuningiz barakali, har qadamingiz xayrli, umr yo'lingiz nurli, barakali bo'lishini tilab qolmoq. Rahmat. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasi boshlovchisi Baxt aloqada. Eng ulug' ne'matlardan biri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashash baxti ila tavallud ayyomingizni qarshi olayotganingizning o'zi bir katta saodatdir. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga sokinlik ato etsin. Har tongingiz shukur bilan, har kechangiz xotirjamlik bilan o'tsin. Doimo e'zozda, hurmatda, yaqinlaringiz ardoqida bo'ling. Rahmat. Hammasiga arziysiz. Oysha opa, aytingchi, bu samimiy tabrik sizga qaysi yaqiningiz, mehrli qalblar nomidan yo'llangan deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Kecham. Ismlarini ayta olasizmi? Muhabbat. Mashalloh, topdingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan kelinoyingiz Muhabbat opa va akangiz O'ktam aka nomlaridan edi. Rahmat. Hammasiga azizsiz. Opajonim, sizning qalbingizga yanada quvonch qo'sh niyatida akangiz O'ktam aka va kelinoyingiz Muhabbat opaning qalbining eng chuqur joyidan yo'llangan tabriknomalar bor edi. O'qib eshittirsam maylimi? Eshitishga tayyormisiz? Assalomu alaykum. Bizga juda yaqin aziz oila singlim. Bugun sen 28 yoshni qarshi olyapsan. Bu shunchaki sana emas, bu sen bosib o'tgan yo'llarning, sabr qilgan kunlaringning, kulib yashagan lahzalaring va qalbingdagi pokliging yana bir yorqin ifodasidir. Sen biz uchun oddiy emassan, sen uyimizga fayz, qalblarga iliq, har bir sifatga ma'no olib kiradigan insonsan. Sening mehring so'z bilan ifodalash qiyin. Shunchaki sen bor joyda mehr o'zi paydo bo'ladi. Ba'zida hayot sinovlar beradi, lekin sen ularni jim, sabr bilan yengib o'tib oladigan kuchli qalb egasisan. Shu kuching, shu pok niyating seni yanada balandlarga olib chiqishiga ishonamiz. Yangi yilga Alloh qalbingdagi eng nozik, eng yashirin orzularingni ham ro'yobga chiqarsin. Ko'zlaring faqat quvonchdan yoshlansin. Qalbing esa doimo xotirjamlik bo'lsin. Har tonging umid bilan, har kechang shukur bilan o'tsin. Bilginki, sen biz uchun juda qadrlisan. Sen juda ham yaxshi ko'ramiz, singiljonim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Eng samimiy tilaklar bilan akang va kelinoying nomidan deb qoladilar. Rahmat, men ham yaxshi ko'raman o'g'lim. Ahliklaringizga ko'p tegmasin, ahil bo'lib doim yashangizlar. Tillari shirin, opajonim suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham o'zingizga, kelinoyingizga, qalbingizning eng chuqur joyidan asrab kelayotgan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Bor. Akamni, ag'amni men ham yaxshi ko'raman. Xudoyim umrlari uzoq bo'lsin. Tabrik uchun rahmat. Keyin qartayishi yursin. Jang aldimizda sog' salomat bo'lsin.
Ilohim, ilohim aytganingiz kelsin. Siz ham ularning baxtiga sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin aziz Oysha opa. Hayotingiz doimo mehr, quvonch va barakaga to'lib toshib boraversin. Qalbingizdagi eng go'zal orzularingiz birin-ketin ijobat bo'lsin. Siz esa har doim kulib yuring. Baxt bilan yashang. Hurmat bilan Yaxshilik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Hammasiga Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.